Assalamu alaikum. Bütün dünyadaki Uygur muhacir kırındaşlar ve hazırki Şarkı Türkistan Halk Saylımı namı bilen kurulgan toptaki saylanğa köngül bölüp barlık vatanperver kırındaşlar. Ben bugün 2023 7-20 günü özümnің Nurgul Savut ve onun namalım güçleri başlayıp atқан Halk Saylımı namıdaki bu saylam faaliyetinin toluk ada-juda ikelligimni ve bu saylam bilen mening alakamning yo'q ekanligini bütün dünya Uygur muhacirlariga e'lon qilaman. Mening bu saylam to'pidan ve bu saylam faoliyatini chekilib chiqishimninki sabablari tövendikçe. Birinchi, saylam tashkilligichi Nurgul Savut ve onun arkasındaki namalım kişiler özlerininki salahiyetini, yani az bolganda 3 avlat. Mesela Nurgul Savut kim? Onun dadısı kim? Dadısının dadısı kim? Ula vatanda nima ishlarni qilgan. Ondan onun saylamninki hazır saylam komisyon da bir komisyon kuruptu. İsimlerini torda anca ko'ryapmiz, lekin men tanımaydigan belki başka bolalar bilan tanışım mumkin. Ularning Sharqiy Turkistondagi bir bu odatdagi partiya, tashkilot, dernek emas. Eğer muvaffaqiyat kazansa bir devletke, yani 35 milyon halk vakaleten dünyada faaliyet etip bardığan bir hükümetinin saylam komitetinin adamlarınınki en az bolganda 3 avlat salayetini öz ağzı bilen yakimiş saylam komitet tarafından to'liq e'lon qilish shart edi. Ben bunu ko'p qitim talab qildik, lekin bu turli bahonalar bilan keyingi ta'tilda bugungichalik demek bir yerda ko'rinmas bir kuch bu saylamni kontrol qilgandek tuyg'u berdi bana. Çünkü aniqlab chiqish mumkin emas bularni, çünkü biz tanimaymiz. Siz kim o deb desak bular o'zining kimligini demaydi. Şunda bulamadım. İkincisi, bütün halk saylamga güçlük teşvikat bilen çakırılmadı. Ben dervaqa 2 yılga yakın nemede hem de daim bu yalnız olgandikin kıpılanmayımız. 2 yılga yakın jarayonda türlü şekiller bilen umumi halkni birleştiriş, hiç bulmaganda bütün dünyadaki müstakillik davası kılıvatkan, özünü hükümet reisler davatkan kişilerinin ve başka müstakillik namıda kurulgan teşkilatlarının birleşişini ümit kılıp bir halk saylımı çakırıp geldik. Bundan 6-7 ay burun Nurgul Hanım öz telefon kurdu bana. Sınıf teşvikatı yardımlaşsınız dedi. Bizning işimiz bu bo'lgandan hamma qildik. Lekin men shu vaqtdan tart dedim. Bütün xalqni safarbar qilish kerak desam, bu tashviqotga xarjlaydigan bizda pul yo'q dedi. Pul berdiganlar tarix qaraydigan bo'lsak, hech qanday bir vatanparvar inson o'z puli bilan bir ishni oyoqqa chiqarib olmaydi. Albatta şu vatanning mustaqilligini, ozodligini, taraqqiyotini qo'llaydigan yana bir turkum kishilar bo'ladi. Masalan, men ülüşküme dedim,
Faqat torda bir 2-3 minut bo'lmaydigan so'z bilan saylam tashviqot uchun xarajatlarga iqtisodni toplaylik desam, hatta o'zaman chiqaman desa bir qarindoshimiz men 10 ming TL beraman dedi. Demak, bu pul yo'qlikdan emas, keng tashviqot qilishni xohlamaydiganligini, yana G'ulom Osmonni ayblab turib, uning shakli o'zgargan, faqat mushlar o'z to'naydigan. Çünkü hozir men to'plar qarayotaman, to'plar akirganlarmi o'zining yaqinlarini akiryotdi. Chaqiriq qilyapti to'g'ri kiringlar deb. Bu 200 yil Seydiye xalqining asosi 200 yilni oshdi. Yaqinqi zaman alsaq 100 yilga yaqinlab qolgan davlatdan mahrum bo'lgan bir xalq saylam nima ekanligini unda oson qabul qilolmaydi. Oson uqib ketmaydi. Shuning uchun men dedim, turli usullardan tashviq qilaylik, iqtisod xarajat desak uni qabul qilmadi. Bizde pul yok deb. Bizde pul yok degichida men pul chiqaraman desa bo'lardi, aslida pul chiqadi. Chunki bir tashviqotlar unutli bilmaydigan qilishimiz hali ham mushada bor. Demak, keng tashviqot bilan saylovning umumiy xalqqa yeyilishini xohlamadi. Bo'lib dindarlarning bu saylovga qatilishiga toza ko'ngil bo'lmadi. Yani bu yerda nima kelganda men bir deb o'tay. Ba'zi Uyg'ur köp ziyarətimiz İslam'ı inkar qılmaydı biləmə, çünki köp atansı Osman özünə namaz oxuydu, Rasulullah. Bəzən yenidən çıxan yoki dünya qarışını to'lab bo'lmagan kishilar dinni taraqqiyotning dushmani deb qaraydi, Xitoyga o'xshash. Agar din taraqqiyotning dushmani bo'ladigan bo'lsa, Yahudilar va Xristianlar bo'libmi Dünyaya 1000 yılga yakın hüküm sürgen Osmanlılar allı burun dinden vazgeçken oladı. Onda emas. Her kavminin, her milletinin dini itikadı o milletinin akıllıkları bilaleydiğen, akılsızı bilemeydiğen nurgun maddi ve manevi baylıklarını ip geldi. Mesela biz İslam'la alsak, İslamda ata-analarga hürmet qilish, bir-birini haqqiga xiyonat qilmaslik, chiqilmaslik, o'zini yaratgan zotning kim ekanligini tonish, va shuningdek nurg'un axloqlar, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni asrash. Mana biz Xitoyda yashadikki, Xitoyda o'zi chiqarib olgan kommunist axloq bor, axloq o'zim rioya qilmaydi. Aciz olsa kichikleri cho'nglarini qo'lda xorlaydi. Agar kuchlik bo'lsa, kichikini cho'nglari gege aka deb chaqiradi. Bu axloq emas, zo'ravonlikning natijasi. Bizda Allohga shukr, islom axloqining boliqiga shaxsan men shukr aytaman, ham meni Müslüman qilib yaratgan Allohga ko'p shukr aytaman, ham xalqimga, ota-onamga ko'p rahmat aytaman, chunki kichigimda o'qib bo'lsimi islomni tushunadigan, hatto ilib kesimi yanmaydigan bir iymonga ega bo'lishimga sabab bo'lganligiga ko'p rahmat aytaman. Allohga ko'p shukr, chunki men turmada nurg'un zulmlarni ko'rdim, nurg'un azoblarni tatdim. Bu yerda benim turmudoshlarimning bir nechisi bor. Dindin xoli bo'lgan eng ilg'or mahbuslar bo'lgan siyosiy yo'llarning nechisi o'zini o'ltirib oldi. Bundan burun bo'libdi, yaqindan bo'ldi. Dindar bo'lgan siyosiy mahbuslar, chunki siyosiy mahbuslar Xitoyning tuzumuga eng ig'ir uchraydigan insonlar. Har qancha bir ig'ir chidiqsiz nima qasimi, yani chidab Xitoyning ustidan Xitoyga bosh egmay yashab keldi. Onun bir müşahid tirik şahitleri var. Mesela ben bildiğim Erkan Abdurrazzak var, Abdülhaber var, Muhammed Rozi var ve başkalar var. Bu İslam'ın insana atağın manevi güçünün ne kadar yok ekanligini ispatlaydı. Biz ko'rgan nurg'un odamlarning şu azaplarga bardoshlik bilanmay o'zini vayron qilganligini shu yerda ko'rib, bizga bu mustahkam yaşaş irazı atağın Allah'a köp şükür ettik. Şahsen ben şükür etmem, eylemem.
Ama yeni bir narsa deyishim ki, unda sen dindarlarni sökse deb. Men sökadigan dindarlar faqat xiyonatchilar. Men normal xalqni, normal islom yo'liga yetaklaydigan, xiyonatdan saqlanadigan ulamolarni hali ham hurmat qilaman. Demek Nurgul Saud başçılığındaki saylam təşkilləgücülərinin meyli ziyaliler olsun, meyli ölemalar olsun yeterlik çakırı kılmağanlıqıdan mən narazı olğanlığım üçün nəşqidin dep aqtırıp olamadım. Şu ahir bu demeden vazgeçişki doğru geldi. Bir yerde maksat pul yok dep təşviqatını keng təşviqat qilishni xalamadı. Pul çıkıdı. Hatta ben özüm, mesela ben neçe vaxtını saylamı təşviqat kelib atqan, öz yenimden pul çıkarıp, bir dostun qarındaşımız 5.000 övətimen deptik, o pulunu övətmədim, özüm çıkıp dep qıldım. Bu faaliyet yapmadım, lekin çünkü maşın ep satılgan boğaçqa, ama yakından beri İstanbul kişiler biladi. Dolarның tez sürət öllep ketişi bilen biz ağam paydımız çıkan çıkımga yetmey ketip atkan boğaçqa təşviqatqa pul çıkarıp olamadım. İnşallah yılın çıkasa yana davamlaştım hemen. Demek bu üçüncü sebep bu şu. Yani təşviqatını keng qımdı. Oylap bakaylı qarındaşlar. Biz 35 milyondan 50 milyon olğucu xalq. Chet elde taxminen 3 milyona yakın Uygur var deb qaraymiz. İniqsiz san. Muşu adamlar to'liq kelmagan holatdami hech bo'lmasa 3ning biri yoki 20 bu saylamlarning ya ovoz berishi ya qarshi turishi degandek qatnashishi kerak. Bu oyliqi Facebookda haftada bir 3 kunda bir biraz e'lon qilib qo'yishlar bu xalq buni qabul qilmaydi. Chunki saylam bizningki taqdirimizga, kunlik turmushimizga, avlodlarimizning taqdiriga zich munosabat bo'lsa-mu, xalqimiz buni to'liq tushunib yetmaydi. Chunki biz unda bir nima yashab boqmagancha. Shuning uchun biz aslida ashu dastat boshlagan, biz boshlaganda taxir 2-3 oy o'tgan vaqt 10 oy qolganda boshlagan ekanmiz biz uni. Mana hozir hayt deb bo'g'chi 2-3 oy qolib qoldi. Qasdanga tortib mushkunga akeldi. Xalqning nima uchun saylam umumimizga kirmasligiga sabab təşviqatning yetarlik bo'lmaganligida. Təşviqat yetarlik bo'lgan bo'lsa edi, xalqimiz ishidan qo'llaydiganlarni qarshilag'am chiqdi. Albatta bir ishqa qasddan qarshilag'anlar va yoki bilmasdan qilganlar va ixtiyoriy jasuslari va yoki nodonlikdan bor. Ammo təşviqat uzilmasa, xalqimiz hukumatdan ayrılib qolgan uzun yil xalq yashagan bir millat albatta bir hukumat qurib chiqishni xohlaydi. Çünkü ben nurgun kişilerle alışımın turmuş şaraitida bularni hammasini biz birleşsek, bizim hükümetimiz boğan basa derdi. Hükümetimiz endi burun bu hükümetini ata-boğalarımız yeterli qo'llamagan ya baş sebepni qo'ldan ketkizib qo'yapti. Endi hozir urushib oldigan imkon bizda yo'q. Ammo mushu saylamda adil saylam bilan bir hükümet, yani bütün teşkilat, bütün xalq ittifaqlashgan ishimizga iqtidorli kishilar yetakchilik o'rniga chiqqan bir surgulik va maydonga kelgan vaqtida bu shu mustaqillikqa yetaklaydigan bir bosh olib chiqadi poyezdning beshidek. Shuning yetakchiligida inshaalloh biz mustaqillik kurashini davom etib olamiz. Hatto butun dunyodagi Uyg'urga yordam qilish xohlaganlar shu hukumatdan qashig'i keladi. Hozir ko'p kishilar shunday bir hukumatning maydonga kelib qolmasligi uchun tirishsa, ya'ni ba'zi G'ulom Osmondek odamlar mushunda tursam, ya'ni biz yana bir qursa, shu hukumat bir bo'lmasa, dunyo maydon o'taversa, xalq maydon o'taversa, men jam bo'lib ketaman deydigan insonlar oz emas ekan. Ammo men bu yerda bir narsani so'ylamanki, men bu saylam faoliyati orqali Erkin Abdumet, Talib Atacan, Mahira G'ofurdek o'tyurak qarindoshlarga tanıştım. Erkin Abdumet nimadan bölünüp çıkan G'ulom Osmondningki xato saylamatga chidamay bölünüp çıkan kuchlar ichidagi xalqlar ichidagi saylab chiqqan bir Sharq Turkiston So'g'indagi rais. Talib Atacan'ın onun bir
şu 9 kişiden birisi iken, Mavu Mahira Hanım'ı şu yerdeki milletvekili iken. Bular şu yerde özünü söyleyen kişiler tarafından itiraf kılınan bir Cumhur Reisi, yani devlet başlığı mesela turup, yana halkın birleşken, bir bolsaqken deb öz o'rnidan voz kechib, ma saylamga ovoz qo'shganligini ko'rib, men intayin ta'sirlandim. İşimizde bunday kishilar bor. Hatta Osman Turan'ın özünün bu saylamni qo'llaydiganligini e'tirof qilib, bir aslan yozib, to'rlarga so'zlab o'tdi. O'ylab boqaylik qarindoshlar. Biz mayli qancha ketaylik bir millat. Keyin qursak bir davlat qurib chiqamiz. Bir davlatning hukumati bir bo'ladi. G'ulom Osmondek ayni birini 4 birini qurib olsa, yana birini qurib olsa, bizni hech kim e'tirof qilmasa, ammo qurimiz da'vat qillar, xalqning irodasiga vakillik qilmasa, qanday qilamiz biz? Shunga bo'lsa helammi kechikmaydi, ma saylam qilayotganlar bo'lsa, saylam ishkini xalq keng eshib o'tinglar, xalq bo'lgan tashviqotni kuchaytinglar. To'rtinchisi, keng ziyoli ve ölümalarının bu saylamga chaqirish yeterlik bo'lmadi. Ben başlattı bu Nurgul Saud bunu kurup qilganda men maslahat verdim, özüme dedi. Bir neçe ziyoli, bir neçe ölümaga tilpin qilib baqdi. Bular gayalar aşkar dedi. Bu işin ayağı çıkmaydiganligini, şunu özün qatnaşmaydiganligini deganlarim bor. Gayaları muşitimi da, yani özünün şaltaq oluşunu xalamaydiganligini ifadaladi. Aslida Nurgul Saud şu zamandan başlap keng tashviqotni kuchaytirib, agar men qilmasam sizlar qilinglar, men bir ayol kishi asli bir vatan millatni qo'llashning ig'ir yuk allaga otiladi deb ching tug'ib turib tashviqotni kuchaytgan bo'lsa, bizdagi ziyolilar o'limalar nechisi chiqib o'tirgan. Chunki bundan 3 yıl, 4 yıl burunqi üstü birlikni qurishga atlangan kishilar ishidimi shu o'limalarla ziyoli ittifoqlashgan. Xili bir joyga apagan uni. Ham keyin qanday bir kuchning ta'sirida ular to'xtab qoldi. Bosmay shu kuchning yana qayta maydonga chiqishini ozuqlama. Menimki hozirgi Nurgul Saud ve onun arkasındaki namalum kuşunun epbeli olkan xalq saylamadan çekilip çıkışımdaki sebeplerinin tövendikçe dedim. Yani işimizde bazı salandaki insanlar var. Akıllı men çalayım, öldürme, akıllı deydiğen insanlar yok emez. Meni köp Uygur'u tanıyordu. İstanbul'u kelgilimin 9'u yıkıldap kaldı. Bu jaryan nurgun jabalarını tatqanlığım köp etrafındaki yıkıllağı ayan. Ama manda tahdidlerge baş egmeydiganlığımni yana bir qitim bilip qo'yishinglarni samanlarga solaman. Agar ziyonkashlik qilmoqchi bo'lsanglar, mana demay qilaversanglar bo'laveradi. Chunki inson dunyoga bir qitim keladi, bir qitim o'ladi. Men bu hayotda meni yaratgan Allohga va biqib cho'ng qilgan ota-onam, mushum millatim va men bağladı çoğun boğan vatanımga sadık yaşap dünyadan kitalisem Allah'a min şükür etmem. Belki ben anın kolu ölüp gitemem mi, manın tayıqını yep gitemem de manda korkunç men de yok karındaşlar. Manda tehditlerini salaman deydik Allah. Sanmayla kulağını hikayenin kısanlar bula vurdu. Men fakat bunda düşmanlıklardan Allah'a sığınım halas. Allah'a tevekkül kıldım. Çünkü köp insanlar biladi, mening Allah'tan başka kolluğum yok. Ahir deydiğim yana, men meylimiş saylam mezgildi, saylam okunan mezgillerde olsun, meyli bu saylam emelge eşip başka bir kurulsun ya hem de mükemmel bir hükümet kurulsa, ben öğretmemiş şunu bir parçalı hizmet kılımız. Bunmaya kapkalsa, kaçan bütün halk katnaşkan bir hükümet kurulğuçilek, bir merkezi organ kurulsa teşvikatçılıkını tamamlaştırma. Bu yolda ben bilen hemkarşılık halaydıqallar, yardım kıldıqallar bolsa, elbette ben bunu karşı alayım. Ahırda bazı insanların beni
bana bazı töhmetlerini atıp enandın kin çıkarıp ötüşüdün burun ben özüm bu bayanını verip çıkışını karar kıldım. Çünkü Uygur'da izchil odatlangan narsa o'ziga bosh egmagan yoki qo'llamagan yoki qarshilashganlarga bir tuhmatni otish orqali uni xalqqa o'chko'ksilib inandan keyin o'zini olib chiqarish. Bu nurg'un qitim yuz berdi ko'rdik biz. Bu insonlarni o insonlarning jiq farqi bo'lmaganligi uchun unda qilmaydi deb aytolmaganligim uchun shu oldin deb qo'yay. Bugun men Nurgul Savut va uning keyindagi noma'lum kuchning elib borayotgan xalq saylimi nomidagi yanchuq saylimidan men mustasno.